Bu videoni ko'rib turgan barchaga shunaqangi shohona so'ri, tapchan, chorpaya, supa deb qo'yishadi. Har kim har qanaqa tilda aytadi. Qaysi viloyat qanaqa tilda aytadi yozib ketasizlar. Masalan, Namanganda bizda so'ri deydi ko'pchilik, kravat deydi shunday. Assalomu alaykum, hurmatli meni ashaddiy obunachilarim va tomosha qilib turganlar. Hammalaringga yaxshi kayfiyat tilagan holatda 2026-yil Hop, 6-iyun sanasiga ko'ra kechasi video qilyapman. Kunduz vaqt bo'lmayapti. Bir qator yangiliklari bor, ko'rsatib, narx-navolarimni tanishtirib boraman. Menga obuna bo'lib, like bosib, komment yozib, qo'llab-quvvatlab, poddeshkada bo'lib turasizlar. Poddeshka qilayotganlar uchun hammalaringga kattakon rahmat. Hop, bizda obzorimizdan oldin bizning manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Shahand Olchin qishlog'ida bo'ladi. Bizda bir qator shunaqa so'rilar bor ishlab chiqarishdan. Shunday. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, marhamat narxlari bilan tanishtirishdi. Avvalambor mana shu boshida ko'rsatib o'tganimdan narx-navosi razmerlari bilan boshlasak, keyin sekin-sekin navbatma-navbat ko'rsataveraman. Endi gap so'zlarimda ozgina xato kamchiliklar bo'lsa, uzr so'rab qolaman. Unaqa gapga yo'qman chunki. Shunaqa razmeri 3 ga 3 bo'lgan so'rimiz, qo'l o'ymali so'rimiz, ustunlari yong'oq, qolgan yeri sasna materialda, mana bu yerlari rushnoy qo'lda oqartirib chiqarilgan bo'ladi. Xon taxtalari bilan komplekt ko'rib turishlaringiz mumkin. Pol taxtasining qalinligi 3 sm bo'ladi. Mana bularning qalinligi 5 sm bo'ladi. Mana buning qalinligi 5 sm. Qo'ldan kelganicha ko'rsatyapman. Zina poyalarini qarang, nima deyapti? Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Bemalol mana ustiga chiqib, bu hali pol taxtalari qotirib netilmagan. Mana obzorini ko'rsatyapman. Kimga nasib qilsa ham, xudo xolasa, juda zo'r narsa. So'rilarimiz mana toy so'rilarimizdan bor. Qo'l o'ymali so'rilarimiz. Xo'p, razmerini aytib o'tdim. Obunachilar, narx-navosi 3 ga 3 bo'lgan so'rimiz, qo'l o'ymali so'rimiz komplekt holatda 25 million so'mga vodiy bo'ylab o'rnatib beramiz. Pastga nomer qo'yib qo'yaman, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 25 million so'mga arziydimi, yo'qmi? Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Albatta endi buni mehnat qilgan odamning o'zi biladi qanchalik mashaqqatli, qiyinchiligini. Misol kimgadir kerak, kimgadir umuman qizig'i yo'q. Qizig'i bo'lmasa, videoda o'tkazib o'ravering. Shunday. Endi xuddi shunga o'xshash, misol mana bu yerda shu fasollarni boshida ko'rsatib qo'yaylik. Misol toy so'rimiz 2,5 3 razmer 15 million so'm. Bu ham qo'lda oqartirilgan bo'ladi. Samarqand tomonlarga, misol Andijon, Asakaga o'rnatdik. Shunaqa. 15 million so'm 2,5 ga 3 razmer. Mana bu so'rimiz esa 2,5 ga 3 razmer qo'lda oqartirilgan bo'ladi. Bu ham so'tda ustuni yong'oq, qolgan yeri sasna material bo'ladi. Buni narxi 10 million so'm. Hurmatli obunachilar. Qo'ldan kelgancha yoritib boryapman so'rilarni. Mana bu so'rimiz esa 240 ga 290, 2,5 ga 3 deb aytamiz. Metrga chiqishi 240 ga 290. Pol taxtalari kalit bo'ladi, 5 ta balkali bo'ladi. Bunimizning narxi 8,5 million so'm edi, 8 million qilib beramiz. Kursisining narxi 1 million 200 ming so'm. Xon taxta so'rasalaring, xon taxta ham qilib beramiz. Ustiga chiroyli qilib xon taxtalari ham bor. Va keyingi so'rilarimizga kelsak, etap-etap tevadan pastga qarab kelyapmiz. Mana bu yerda Aturgul fason 3-modelimiz bor. Juda ham shohona chiqqan bu so'rimiz ham. Buni narxi 6,5 million so'm, 2,5 ga 3 razmer. Xudo xolasa bunga 500 ming so'm skidka qilgan holatda 6 million so'm qilib beramiz. Xon taxtasining narxi 900 ming so'm. Endi undan keyingi etapda mana bu so'rimiz Gladki Aturgul fason aralash so'rimiz. Buni narxi 6 million 800 ming so'm. Tez-tez aytib qo'yalayapman narx-navolarini. Qo'ldan kelgancha yoritib boryapman. Bir o'zimlik uchun gap sal xil kelmasligi mumkin. Biror kim meni videoga olib, so'roq-savol qilib tursa, unda video ham bir boshqacha chiqadi. Hozircha faqat o'zimman. Sherik yo'q.
Buni aytdim. Keyingi etapda hop, mana busiga kelsak, mana tozalab gulli Corona fasonimizdan bir dona sotuvda bor hozirgi kungi holatiga ko'ra. 20 ta atrofida edi, bir dona qoldi. 2,5 razmer, narxi 5,5 million so'm, 300 ming so'm skidka qilgan holatda 5 million 200 ming so'mga vodiy bo'ylab yetkazib beraman. Ha, aytgancha, voha tomonlardan, qolgan yerlardan, Pervaldi yog'idan bizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, aytilgan narxlarga, kravat fasoniga, narxiga qarab, sredniy o'rtacha arzonroq kravatlarga 500 ming so'mdan narx qo'shilib qoladi. Shunday. 5 million 200 ming so'mga vodiy bo'ylab o'rnatib beraman, xudo xolasa. Juda chiroyli chiqqan so'rimiz, 5 ta balkali, tozalab gulli, oldida ham koronalari bor albatta. Xo'p, 2,5 ga 3,5 razmer so'raganlar uchun 2,5 ga 3,5 razmerimizda so'rimiz. Buni narxi 6,5 million so'm vodiy bo'ylab o'rnatib beraman. Shunday, gladki o'ymali fason aralash so'rimiz. Shunday. Bundan ham sotuvda hozircha bir dona, keyingi etapda elita modeli bor, 2 dona qolgan, tozalab gulligi ham bor. Xuddi shunaqa fasonda elita holatda 3 ga 4 razmerlarimiz ham bor, hurmatli obunachilar. Hop, keyingi etapda mana tortma gulli, juda ham skromniy bo'lgan so'rimiz. 2,5 ga 3 razmer. Buni narxi 4 million 500 ming so'm. Mana balkalari 20 lik bo'ladi. Mana bulari 20 santimetrlikdan chiqqan bo'ladi. Shularga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Mana baliq gul deydi kimdir. Shunday, biz tortma gul deymiz o'zimizning tilda, tortma gulli. Endi xuddi shuni arzonroq deganlarga shuni dolanali fasoni bor. Dolanali fasoni. Buni narxi 4 million so'm, obunachilar. Dolanali fason 4 million so'm. Hop, keyingi etapda mana chuqur soyoz gulligimiz bor. 4 million 200 ming so'm, xon taxtasiz va 4 million 200 ming so'm, 2,5 ga 3 razmer. Keyingi etapda mana bu so'rimiz ham shu 4 million 200 ming so'm. 4 million so'm qilib beraveraman mana aloqaga chiqqanlarga, hozir kecha kunduzda aloqaga chiqqanlarga 4 million so'mga qilib beraveraman. Xon kursi alohida narx, xon taxtalar alohida narx. Bizda 2 million 200 ming so'mlik so'rimizdan tugagan edi, zakotobga jarayonlari ketyapti. Ertayindan chiqib qolsa video qilaman albatta. 2 million 200 ming so'mlik so'rimiz. Shunday. Xo'p, menimcha hammasini tanishtirib o'tdim. Baribir mana bu o'zigacha va boshqacha bo'lib turibdi. Shunaqa so'ri istab yurganlarga videoni uzatib qo'ysangiz juda ham foydali va manfaatli bo'lardi. Videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Qo'ldan kelganicha yoritib berdim. Video qo'ymayapsiz deyshayotdi tomoshabinlar, xaridor va obunachilar. Mana bir qator qo'lda borini ko'rsatib o'tayapman. Bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yana bir qator vodiyda qanaqangi yangilik boshqa bo'lsa, qo'ldan kelganicha yoritib borishga harakat qilaman. YouTube tarmog'ida 1000 taga yaqinlashib qoldik. Живой auditoriyaligi, живой obunachilar hammasi, misol tomoshabinlarda hammasi живой подписчикlar. Shunaqa. Ko'p narsalarni yoritib berish niyatim bor, faqat ozgina ishlarimiz ko'payib qoldi, shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Bir qator narxlarni tanishtirdim. Telegramdan, WhatsAppdan, Imo, Maxdan aloqaga chiqsalaring, musofirda yurganlar bemalol narx-navolari bilan rasm nimasini tashlab beraveraman. Shunaqa. Video foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, ko'rgan vaqtingizga, ajratgan vaqtingizga rozi bo'lib qo'yasiz. Hamisha qayda bo'lsalaring ham sog' salomatlikda, Alloh panohida yurish nasib qilsin. Hammalaringga sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar.